Men 2005-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida tug'ildim va ana shu tumanning eng chekka qishloqlaridan birida o'z orzularim, o'z maqsadlarim yo'lida tinimsiz mehnat qildim va bu mehnatlarim natijasida yildan yilga shaxsiy rivojlanib o'sib kelmoqdaman. 2023-yil davlatimiz rahbari e'tirofi bilan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori bo'ldim. Bu mukofot faqatgina menga emas, meni ortimda turgan Qo'shtepa tumani, Farg'onaga, ayniqsa men bilan yelkadosh bo'lgan ustozlarimga, oilamga va barcha yaqinlarimga berilgan e'tirofdir. 2023-yilda erishgan eng katta yutuqlarimdan yana biri top mingtalikka kiritilgan O'zbekiston Milliy universiteti talabasi bo'ldim. Endilikda yelkamda turgan mas'uliyatlardan biri bundan keyin ham oldimga qo'yadigan maqsadlarim yanada kattaroq bo'lishi va ularni albatta samarali amalga oshirib, natija sifatida e'lon qilib, yurtimni, vatanimni va buyuk xalqimizni oldidagi burchimni ado etishdadir. 2024-yilda yil talabasi respublika ko'rik tanlovini respublika bosqichida yilning eng faol ijodkor talabasi nominatsiyasi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Va bundan tashqari yaqinda Navoiy o'qishlari xalqaro tanlovi bo'lib o'tdi va bu tanlovda 30 dan ortiq xalqaro davlatlar ishtirok etdi. Men O'zbekiston nomidan, O'zbekiston Milliy universiteti nomidan ishtirok etib, ana shu xalqaro tanlovda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Aytmoqchi bo'lganim, chekka bir qishloqdagi bir qiz intilsa, harakat qilsa, ortida kimlar turganini, ortida unga ishongan insonlar turganini bila olsa, albatta kelgusida natijaga erisha oladi.